Navbatdagi partiyamiz xudo xolasa Qashqadaryoga chiqib ketyapti. Bitta super drabilka mis motorligidan soatiga 400-500 kg dom maydaladigan bir shoxli va soatiga 50-60 kg chiqaradigan 4 kilovatlik roliga aylanadigan universal granulyatorimizdan xudo xolasa Qashqadaryoga Shuhrat akamizga chiqaveramiz. Kimga shunaqa granulyator va drabilkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazasida. Ikki shoxli drabilkamiz xudo xolasa Navoiy shahriga chiqib ketyapti. 4 kilovat 3000 оборот zavodskiy mis motor qo'yilgan. Soatiga 500-600 kg dom maydalaydi. 4 xil setkasi bor, 2li, 3li, 4li, 8li hammasidan bor. Ichida o'zida ham yana ikkita setkasi bor, 8li. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Granulyator deysizmi, mishalka deysizmi, ashay maydalaydigan universal drabilkalarimiz mana tayyor bo'lyapti. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.